biznesmensiz и zalda uchasizda sportchilar yig'yapsiz. Maqsadingiz aniq, e'tiroz mana shunaqa. Lekin qo'rqmaysizmi qanaqangidir intrigaga tushib qolib odam to'playapti? Bo'ladi. Men ko'rganlarim buni 2-3 ta shunaqa insonlar sportga aralashib pul tikib oldiga odam yig'ganlar qamalib ketyapti. Endi to'g'ri ular keyinchalik maqsadi aniq bo'lib ko'cha boshqa narsa qilib qamalishgan, lekin siz o'zingiz ham shunaqa holatdan qo'rqmaysizmi? Misol uchun hozir sportga kirib shunaqa qanaqadir vaziyatga tushib qolib bosh ortga kirib qolishga. To'g'ri gapingiz. Bu shu narsani men misol 24 soat bo'lsa, bu yolg'on bo'lmasa kallamdan shu 23 chiqmaydi. 23 soat mana shu kallam turadi. Uxlab qolmasam, esimdan chiqib ketmasa, har doim har kuni katok. Bolalarga ham aytaman. Xato qilmanglar, xato qilib qo'ymang. Chunki yaxshi ko'zdan yomon ko'zlar ko'p-da. Endi biz ichimizni bilmaydi ular kirib, biz nimani xohlayapmiz, to'g'rimi? Biz maqsadimiz aytdim. Shu kelajakda yaxshi sportsmenlar chiqarish, bo'sh vaqtda emas, nima deydi, yomon yo'lga kirmaslik uchun to'g'ri yo'lga qilish, to'g'ri yo'lga tortish, kelajakda O'zbekiston bayrog'ini yanada yuqori ko'tarishda maqsad shu. Vatan sevamiz-da, endi aybimiz shu aka. Страховка qilamiz, aytamiz. Ushma, ko'chaga chiqma. Kerak bo'lsa, masalan, bir haftada 3 marta ko'rsam, 10 marta ko'rsam, 10 marta aytaman. Har bitta gapimni. Aralashma ko'chaga. Bironta janjalga bo'lsa borma. Bizga kerak emas u narsa. Biz namuna bo'lishimiz kerak odamlar uchun. Hozir sen borib bittasiga o'rtog'ing ushib qolsang, yugurib borasan, bitta kashaga aralashsang, agar sen deyapman, sen orqangdan nechta odam ketib qoladi kallasi. Masalan, kerak bizga primo udar bizga kelishi mumkin. Shuning uchun aytamiz 100 marta. Bu qo'rqishdan emas, aralashmash kerak, ko'cha unaqaga janjal-panjal bo'lsa ham sen akkuratni uzoqda yur, uyingga bor, ke zalingga bor, trenoka qil. Bizning maqsad umuman boshqa. Maqsad chempion bo'lish. Nima deydi, O'zbekiston bayrog'ini yanada yuqori ko'tarish. Bir o'g'lon bo'lishda maqsad shu. Bolalarga qattiq turaman, boya aytdim, kontrol qattiq. 100 marta bo'lsa 100 marta aytaman. O'zing yig'ishtir. Atrofiga ham san noto'g'ri bolalar yig'ib qolsa ham sirrazi gapiriladi hammasi. Yaxshi, lekin siz qaysidir ishni boshlasangiz yolib olasiz degan bor-ku. Xudo xolasa endi. O'zi eshitganman, Olmaliqda o'zi bitta ikkita sohalaringizda chempion ekansiz. Endi mana sportda ham chempion bo'lasiz. Endi baribir sportni yaxshi ko'ramiz. Bu qon bilan kir, qon bilan chiqadi deydi. Shunga o'xshab biz sportni sevamiz. Yoki nima ish qilsa ham yurakdan bu narsaga yopishamiz. Men misol yomon ko'raman-da bunaqa realni qaraman, bolalar bilan ham shuna realni gaplashaman.